Yo'q, hay sizni ushladi, nima qildi? Aytingchi, noldan. Ushladi, pasportda tekshirdi. Ha. Keyin bo'ldi. Yo'q. Zelena chiqish kerak ekan. Aha. U qizil chiqdi. Qizil chiqdimi? Pasportdan qizil chiqdi. U kishidan ham qizil chiqdi. Bu nimaga qizil chiqyapti pasportdan? Bu patent to'lagansiz, hamma narsa bu. Ya menda o'zi kelganimga 12 kun bo'ldi bugun. 12 kun bo'ldi. Ha. Zavtrak bo'lsa kirgizmaslik kerak aeroportdan, ha? Kirgizmas kerak, конечно. Yo'q, bular kirgandan keyin ham har xil usullar bilan chiqarib yuboryapti-da. Tushunyapsizmi? Qayerdan? Qashqadaryodan, ha? Shu endi bizning hayotimiz shu endi bundan bu yo'g'iga. Ishtarab gaz qo'ygan yaxshi. Shuna ya. Mana bu mashinani ham saqladi. Birinchi raddan O'zbekiston nomeri bo'lgani uchun. Mana bu akamizni ham nalogni hammasini to'laymiz, lekin baribir hammani saqlab, tekshir, Короче, podeshka so'rab qolamiz o'zimizni posolstvodan, deputatlardan, qana bir normalniy ustalni uradigan birorta deputat chiqadimi, yo'qmi bizdan? Grajdanlarni podeshka qiladigan.